Assalomu alaykum qizlar, bugun sizlar bilan Google'dan lichniy kabinetinglarga kirib, o'zinglarning отчетinglarni ko'rsataman. Ya'ni katalogga qaysidir kuni siz necha ball o'tkazgansiz, yana necha ball yetmayapti. Komandangizda necha ball o'tkazdi qizlar, yana necha balldan ularga yetmayapti. Ko'rib bering, ertaga qayerda ko'rsa bo'ladi deyishadi-ku mana. Google'ga kiramiz. Poiskga birlik lichniy kabinet deb yozamiz. Lichniy kabinetga kirishni bosamiz ustiga. Mana bu yerga loginlarni terasizlar qizlar. Men hozir bitta konsultantim loginlarini teraman. Mana sizlar hammalar o'zingizlarnikini kirib terasizlar. Kirganingizda odamchani bosamiz qizlarjonlar. Mana shu qatorda mana ruschada chiqib turibdi. Agar sizlarga ruscha neudobniy bo'lsa, hozir o'zbek tiliga o'giraman. Tak, mana odamchani bosamiz. Qizlar qarang, shaxsiy kabinet, sizning maslahatchingiz, qayd etish, ya'ni registratsiya, mening hisobim, moy счет, kupon va kartalar, promokodlar, mening buyurtmalarim, moyi zakazi, mening tuzilmam, mana strukturam, konsultant hisobotlarga kiramiz, ya'ni отчет, mana rus tilini tanlasanglar отчет bo'ladi. Qizlarjonlar, mana отчет. Yonida mana oxirida stroka turibdi o'ng tarafga. O'zbek tilini tanlaydigan bo'lsanglar, hisobotlar bo'ladi qizlarjonlar. Mana hisobotlar ustiga bosamiz. Top hisobotlar degan turibdi ketida. Ko'rdinglar? Ana uni ustiga bosasizlar qizlarjonlar. Bosganingizdan keyin ekranni ozgina ko'tarsanglar qizlarjonlar. Mana start dasturi bo'yicha hisobotlar bor. Start dasturi bo'yicha hisobot, shaxsiy joriy ko'rsatkichlar bor. Maslahatchining shaxsiy hisobi bor. Shaxsiy guruh bo'yicha ma'lumot, shaxsiy guruhning to'lanmagan buyurtmalari va mana to'langan va to'lanmagan ballar degan joyga kiramiz qizlarjonlar. Bosamiz shuni ustiga. Endi ekranni ozgina yuqoriga ko'taramiz. Ko'rib chiqishni bosamiz qizlarjonlar. Mana ko'rib chiqqaningizda mana Qodirova Nafisa opamlar уже 100 ballarni уже o'tkazib qo'yibdilar. Mana ko'rdinglar? Ya'ni bu katalogda уже akademiya loyihasida qatnashyaptilar. VIP dastur ishtirokchilari mana уже 100 balli zakazlarni oplata qilib o'tkazib qo'yibdilar. Va teylaridan mana konsultant, yangi konsultant yozdirdilar. Tabriklayman Nafisa opa. Zarifaga уже mana 49 ball o'tibdi. Ya'ni 43-47 ball yetmay qolibdi. 0,47 ball. Ya'ni Zarifa ham 50 ball qilsalar, ular ham keyin katalogdan 26% skidkador. Mana qizlarjonlar, necha ball urganinglar mana to'langan ballar qatorida turadi. Ikkinchi qatorda mana bepul ballar, ya'ni hali to'lov amalga oshirilmagan. Bu yerda Nafisa opam yana 45 balli zakaz urib qo'yganlar va teylardagi konsultantlari 10 balli zakaz urib qo'ygan. Agar oplata qilsa, yana komandalarning ballari oshadi. Keyingi qatorda bepul ballik avto buyurtmalar, ya'ni savat. Bu yerda qaysidir mahsulotlarimiz O'zbekiston skladida yo'q, lekin O'zbekiston skladiga kelib tushish sanasi ko'rsatilib zakaz urilyapti. Ya'ni shu skidka narxlarda shu katalogda foydalansak bo'ladi. Oxirgi qatorida sizlar savatinglarga solib qo'ygan ballar ko'rinadi qizlarjonlar. Mana shu joyga kirib, sizlar bemalol o'zlaringlarni va komandalarni отчетlarini ko'rsanglar bo'ladi qizlar.